og'ani qalaysan? Qalaysan? O'zdan qaraga ana o'tgan o'yinim bor edi senga. Chotki bordi-yu, ko'taryapman normal hisob qilaman. Taysendan qaragan. O'yinlar vahshiy udarib oldi. O'rtoqlik nasihatim. Hop, nima ekan? Maslahat desan ya, qara. Bu qimor-da. Qimor. Qimordan ertaga pul topsang ham, normalniy sovg'a qilsang ham, ertaga uni teshib chiqishi bor. Shunday? Endi baribir u teshib chiqadigan narsa menga aniqmaydi. Просто men 10 ming 20 mingdan normalniy ko'taraman. Bugun mana qaragin 1,5 million ko'tarib oldim. Qara o'rtoq. Mayli, qimor senga yutib beryapti, to'g'rimi? Yutib beryapti. Lekin bu pullar ertaga teshib chiqadi. Bu qimor senga ertaga pulingni yechib olmaydi, to'g'ri. Yechib olmasligi mumkin, lekin teshib chiqadigan joyi bor. O'sha narsani esingdan chiqarmang. To bir haftadan keyin akamni to'yi o'tdi. Xudo xolasa xizmatda bo'lasan, o'rtoq. Nima qo'ysan? Qarasang-chi, sen gapiryapmi? O'qdi og'ayni. Nima qilaman endi?